Alaykum. Alaykum assalom. Akalarim 17 Pro Max olib berishdi. Hop, esimda. 13 sotdim. Sotishga keluvdim-da. Geligan olib bermadimmi mamoda akalaringiz? Keluvdim emas, keldinglar. Geligan olib bermagan mamoda. Olib berishdi. Hamma narsa akalaringiz qilib berar ekanda. Akalarim Uylaringiz-chi, uylaringizni akalaringiz qilib bergan. Akalarim qilib berishdi. Baxtingizga akalaringiz sog' bo'lsin ekan. Rahmat. Bu necha pul edi bu? Men. Kodi nechi buni? Ochsam bo'lmaydimi? Hech qatlari alishmagan-a? Sekret edi. Sekretnimi? Uyingiz ham bir sekretning joyida ekan lekin. Yo'q. Ancha uzoqda ekan. Akalaringiz sekretning joyiga tashlab ketishibdi. 256 so'm ekan. Bilasizmi? 90 ekan yo'msiz. Mana bu ekran singan buni? Ha, ekrani sinib qoldi. Ekranni ham sindirib oldingizmi? Chiqoldim, tushirib Faqat maza qilib ishlatasizmi deyman buni? Da, shunaqa. Akalaringiz bor-a? Da. Akalaringizga ishongan holda. Akalarim bor bo'lsin, shunaqa. Necha pul bo'lsa berasiz buni? Men. Bu ekraningiz ham sinib yotibdi-yu. Yo'q, men. 90 mi yo'msiz? Защитнику, то есть siz tekis. Ha, защитникmi bu? Ekran samxondaji. Yo'q. Korobkasi bormi buni? Unaqa защитник. Da, korobka ham narsa joyida. Necha pul bo'lsa berasiz? O'zingiz chiroyli narx qilib beringchi. 950 qilasizmi? Men boy deb o'ylamay, meni akalarim bor. Men обеспечить qilishadi. Men o'zim pulim yo'q. Baba, akalaringiz обеспечить qilar ekan-ku. Da. Akalaringiz sog' bo'lsin, baxtingizga. 900 beraman, rozimisiz? Barakasini bersin. Biz tirikchilik qilamiz hali. Siz bilan savdolashishingizni qarang, shatta qilib beraverasizmi? 950 qilib. Namuncha. Biz ham tirikchilikda yurgan bolamiz. Akalaringiz bor ekan, shu 50 so'mni beradi akalaringiz. Rozimisiz? 900 ga tekshirib olaman, pul sanab beraman. Bo'ldi.